Lekin agar sindira olsak, biz 10 million so'mga bo'lamiz. Masalan, Sadulla, nima deb o'ylaysiz? Nima qilib bu telefonni sindira olamiz? Давайте bo'lmasa ustiga nayza otib ko'ramiz darsda. Mana bundami? Da. Lo't ekran bilan qo'yamiz. Ataylar, qarang mana. Ekran shot ko'rasizlar? Ekraniga tegib, ekran sinib ketarmidi? Men 10 millionlik ham olaman shuni. Yo'q, bo'lishamiz. Mana obunacham shunaqami? O'rtoqlar, Sadulla yaxshi bo'ladi, kommentga yozinglarmi? O'chib tashlaylik. Xo'sh, mana do'stlar, biz Honor X9 dek telefonni otadigan narsamizga qo'yib oldik va hammamizda ikkitadan o'qimiz bor. No, men yutaman deb o'ylayman buni. Unda men birinchi otaman. Shu, men oxirgi o'taman. Ket. Birinchi udar. O, tekkizingiz. Telefonni tekkizish kerak. Valloh hozir tegadi. Ana endi bo'lmasa maqsad nima? Tayyormisan maqsad? Da. Ot. Oy! Ot normalni. Qoch. O'zim hozir bu 10 million so'm naqd qilaman. Ikkinchisi. Voy. Yo'q, qanaqasiga men tekkiz olmasligim mumkin? Stop, qoch, mana shu yaqin atilib o'taman. O'rtoqlar, mana yaqin gadjet skochani yirtilib qoldi, ko'rasizmi? Ana endi telefonni qaraymiz. Balki u qora dog' tushib qolgandir. Yo'q. Javob beraman, buni stiklosi bor. Ya, mana qaranglar. Mana chexol nechamiz? O'zi tekshirish stiklosi bormi? Yo'q ekan. Ey, даже shunday ham cho'loqmayapti bu telefon. Hammaylar bo'lmasam chexolni kiydirib tepaga chiqamiz. Chunki biz bundan ham qiyin eksperiment olib qo'yamiz. Ketdik tepaga. Va ana endi bo'lmasam do'stlar, navbat bilyardligi. Bilsanglar bola, bilyard har bir toshi o'rtacha 400 gramm. Va Mana shu ustiga tushsa-chi? No, okey, cho'loq. Lekin men Давай. o'qsindi. Chiqara. Nima bu? Yo'q, chang ekan. Hop. Va, men normal, hammaylar. Bu qanaqadir oddiyroq, shuning uchun ham urishni juda kuchli uradi. Bilsanglar, urganda qo'ling tegib ketganmi? Da. Qo'lni o'zini sindirib tashishi mumkin. Shuning uchun ham ana endi biz telefonni shu o'targa qo'yamiz. Lekin bola Honor kompaniyasining aytishi bo'yicha bu telefon eng baquvvatli, tushunasizlarmi? Shuning uchun ham bizni sindira olmayapmiz. Yo'q, prosta tasavvur qilinglar, ular shu darajada telefon baquvvatligiga ishonadiki, даже menga 10 million berishga tayyor agar sindira olsam. Qani qattiqroq uring unda. Mana. Shunday. Qani? Xo'sh, 10 million ishlab topdik. Bella, bunga cho'la qilmayapti. Shoshma, qani? Otvordim даже. Mana qara. Nima bor? Baribir singan yo'q. Day ikkinchi etaj boramiz. Давайте. Qani kelgan olgin pastni. Rasm ko'rsa ikkinchi etaj degan. 3-etajmi? Ana endi bo'lmasam do'stlar, bu qo'limdagi Honor X9 D telefonini 3-etajdan pastga tashlaymiz. Oy. Qo'chib aytmana. Hammasi ishlab turibmi? Yepingi telefon mana. Mana o'rtoqlar hamma yo'q ishlab turibdi va bu ketdi. Menimcha o'zi sindi. Voy o'rtoqlar, nimalar ketdi tushib? O'rtoqlar. Nima bo'ldi? Hech narsa qilgani yo'q. Qanaqasiga? O'zinglar ko'rdinglarmi? 3-etajdan tushdi. Ammo o'zi bo'ldi, sindi deb o'yladim men. Qaranglar, yoqib ko'raman mana. Bemalol mana ishlayapti. Bu qanaqa telefon bu? Do'stlar, ko'rib turganinglardek 3-etajdan tanlasam ham telefonga cho'la qilmadi. Yo'q, qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Va ana endi bo'lmasam sauniga qanaqasiz? Bemalol 70-80 gradusgacha chidab beraman. Telefondan ko'p tura olasizmi? Bemalol telefon-ku. Sen bo'lsa o'rtoqlar, endi telefon bilan savdolarni birga sauniga qo'yamiz. Qani kim ko'proq chidar ekan? Lekin Honor aytishi bo'yicha bu bemalol qaynoq ham chidar ekan. Va to'g'risini alam qo'rqmang, bu telefonni sindira olmayotganimiz chunki 10 million so'm olardik. Agar sindira olmasak ham obunachilarga bitasini beramiz, ha? Bu uchun o'sha boyga 3 ta shart o'rtoqlar. Birinchi shart albatta videoga like bosing, ikkinchi shart kommentariyaga Honor deb yozib qoldiringlar. Uchinchi shart esa Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Давайте o'rtoqlar. Shoshma, qani bitta o'tib qo'yinglar, kasalib qoladi. Ket. Ish bo'lmaganda. Qamaylar, ana endi bo'lsa sauniga ketdik. Qarang. O'rtoq hozircha gradus 50 gradusgacha ko'tarilib ketibdi. Va qaranglar, Sadulla bilan birgalikda biz Honor X9 D telefonni ham qoldiramiz. Mana o'rtoqlar ishlayapti telefon. Va ketdik, ana endi buni yana qizdiramiz. Короче, menga omad tilaylar, ish qilib tirik chiqing. Undan battar qorayib ketdim. Yutaman deb o'ylaysizmi o'zi? Конечно, yutaman. Men o'z shunga kelganman-ku. Yo'q, shosh, oldi siz to'ldiring. O'rtoq, telefonga ham sudedi, lekin bizga farqi yo'q. Bu telefon liboniyasiga chidaydi. Juda mustahkam. Voy, biz ketsangiz, operator chiq. Ketdi. O'rtoqlar o'zi ichkari tutab ketdi. Nima bu? O'rtoqlar, nima bu? Va bo'shangiz bilan o'rtoqlar biz bilib olamiz. Telefon issiqqa ko'proq chidaydimi yoki odam? Menimcha Sadulla ancha issiqqa chidaydi. Telefon yutqizsa ham kerak. Sizlar nima deysizlar o'rtoqlar? Xuddi paytda komment yozinglar. Odam issiqqa ko'proq chida oladimi yoki Honor'ni bu modelini, ya'ni telefonmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ey, nima bo'lyapti? Chotki. Chottamga qarab chotki dedi. Menga yoqmadi. Shuning uchun ham yanada ko'p suv olib sepamiz. Mehmonga keldik. Voy, mana. Chidang Sadulla, yutasiz siz, chidang. O'rtoqlar, shu men ham tillab ketdim. Issiqqa qaranglar. Va kameramiz paralab ketdi. Hammalar ichkarida Sadulla nimaga? Ha? Nima? Tillab ketgan qarang, futbolga qo'lib ketdi. Kuygandek bo'ldim agar. Taslimisiz? Da, lekin bu dars chidolmagan o'zi. Hammalar telefonni ko'ramiz. Voy, gradusini qaranglar. 70 gradusga ketdi qarang. Seryoz boshsiz ketdi. Hop, mana. O'rtoqlar, telefon usiz suv bo'lib ketgan. Bu telefonni hozir ko'ramiz, qaranglar. No, telefon kaka 5 ishlayapti. Telefon bilib qo'y. Bu dunyo sandan ham mandan ham oldin bo'lgan. Sandan ham mandan ham keyin qoladi.
Yo'q, ekstremal narsa kerak bo'ladi. Da. Biz esa shu bilan videoni tugatamiz. Unda o'rtalar video haqida fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha, ciao. Aytgancha, keyingi video chet eldan bo'ladi. Qaysi davlatda o'risizlar yozib qoldiringlar. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyda Omonxon Kal deb yozib qoldiringlar. Qani ko'ramiz, kim videoni oxirigacha ko'rar ekan.